Assalomu alaykum dasturchilar. Bugun siz bilan Iogram 3 da Telegram bot yaratib ko'ramiz. Ya'ni aniqrog'i Telegram botlar uchun universal shablon tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, ketdik, boshlaymiz. Buning uchun avval siz terminalga kirib olishingiz kerak. Menda kompyuterimda terminalga kirib olaman. Kompyuterdagi terminalga kirganimdan so'ng qulay bo'lishi uchun hozir men papkani mana shu рабочий stolda yaratmoqchiman. Buning uchun desktop papkasiga o'tib olaman. Bu desktop papkasi bizda рабочий stolimiz hisoblanadi. Endi undan so'ng make-dir deymizda bilamiz komanda bu papka yaratamiz, ya'ni Iogram 3 shablon deb yozib qo'yamiz papkaga va enter tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, demak Iogram 3 mana bu shablon papka yaratildi рабочий stolda. Endi mana shu papkani bizlar universal Telegram botlar uchun shablon sifatida tuzishga harakat qilamiz. Bu darsimiz ozgina cho'zilishi mumkin, shuning uchun sizga sabr bilan har bitta jarayonni diqqat bilan tomosha qilishingizni va men bilan ketma-ketlikda bir xilda bajarib borishingizni so'rab qolardim. Endi mana shu papkamizni o'ziga o'tib olamiz. Iogram 3 shablon cd qildimda Iogram 3, ya'ni shu papkani o'ziga kirib oldim. Mana ls desak, hozir bu papkani ichida hech nima yo'q. O'ynani bitta tozalab olamiz. Xo'p, endi bundan so'ng birinchi qiladigan ishimiz nima? Birinchi qiladigan ishimiz bizga virtual environment kerak bo'ladi, ya'ni virtual muhit. Buning uchun bizlar, men aytamanki, sizda Windows bo'ladigan bo'lsa Python, Mac da bo'ladiganlar bo'ladigan bo'lsa Python 3 -m venv. Biz bilamizki, bunaqa virtual muhitlarning juda ham ko'p turlari bor. Mana bu pipenv bor, misol uchun venv bor, yoki bo'lmasa hozirgida zamonaviy poetry bor. Bizlar hozircha mana bu oddiyroq venvdan foydalanamiz virtual muhit yaratish uchun. Bitta enter tugmasini bosamiz. Mana virtual muhit yaratildi bizda. Xo'sh, endi keyingi qadamda nima qilamiz? Biz keyingi qadamda source venv bin activate, ya'ni virtual muhitni aktivlashtirishimiz kerak. Siz buni bilasiz, Mac'dagilarda venv scripts activate bo'ladi. Enter, Windowsdagilarda, Mac'da foydalanadiganlarda quyidagicha komanda bilan virtual muhitni aktivlashtirsa bo'ladi. Demak, mana virtual muhitimni aktivlashtirib oldim. Ana endi bizlarga nimalar kerak bo'ladi? Bizda birinchi o'rinda Telegram botimizni ishlash uchun Iogram 3 degan Iogram 3 shablonini kutubxonasidan foydalanamiz. Bu Iogram 3 ni dastavval mana shu shablonimizga o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun pip install Iogram deymiz, Iogram. Va yana bitta muhim narsa, bizlar bilamizki, tokenlarimiz bor. Telegramga kirgandagi bot fazerdan olingan tokenlar. Bu tokenlar maxfiy saqlanishi kerak, ya'ni aniqrog'i GitHubga yoki bu joyga ketmasligi kerak. Shuning uchun bizlar ertaga Telegram botimiz serverga qo'yganda ham tokenlarni .env maxsus .env fayllarga joylaymiz. O'shaning uchun .env faylidan tokenlarni, maxfiy o'sha parollarni, kaltlarni o'qib olish uchun bizga kutubxona kerak bo'ladi. Men mana bu python.env degan kutubxona bor. Mana buni ham birdaniga o'rnatib olaman. Yana bitta muhim narsa, siz mana shunaqa ketma-ketlikda o'rnatib olishingiz ham mumkin. Ya'ni qayta pip install Iogram, pip install python.env qilmasdan birdaniga 3 ta 4 ta kutubxonalarni yoki package-larni birdaniga o'rnatishingiz mumkin. Hozir men mana python.env va Iogramni birdaniga o'rnatib olaman. Demak, mana bizni kerakli kutubxonalarimiz o'rnatdi, Iogram va python.env. Endi yana bitta muhim narsa, bizi requirements.txt degan faylimiz bor. Bu requirements.txt faylimiz serverda asosan kerak bo'ladi. Requirements.txt fayllarimizni yaratib qo'yishimiz kerak. Quyidagicha xuddi shu bilan, mana shu bilan bir xilda ketma-ketlikda yozishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni loyihani serverga joylaganimizda aynan mana shu requirements.txt ning ichidagi package-larni, kutubxonalarni server ham o'ziga o'rnatadi va shunda loyiha ishlaydi. Enter tugmasini bosamiz.
ls qiladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz. Bizda virtual environment va requirements txt bor. Requirements txt ichiga endi o'rnatilgan mana bu iogram bilan python.env tushdi. Aniqrog'i. Xo'p, ana endi biz buni bajarib oldik. Bizlarga nimalar kerak bo'ladi? Clear o'yinni bitta tozalab yuboraman. Xo'p, birinchi navbatda papkalar haqida gaplashadigan bo'lsak, keling, shablon bo'lgandan so'ng bizlar bu papkalarni struktura bo'yicha bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa nimalari bor? Bizlar Telegram bot mavzusida bilamiz. Bizda handler tushunchasi bor. Biz o'rgandik keyboardlar bor, state'lar bor. Biz hali endi o'rganamiz, masalan, middleware tushunchalari bor. Bularning har biri masalan, o'zingiz ham Telegram bot tuzib ko'rdingiz, main.py faylida yoki oddiy bitta faylda yozadigan bo'lsa, juda ham chalkashlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizlar bularni alohida struktura qilishimiz kerak. Ya'ni keywordlar alohida papkada, handlerlar alohida papkada va hokazo boshqa fayllar alohida papkada joylashsa yana ham zo'r bo'lardi. Shuning uchun birinchi keling, make dir desamda, birinchi handlers deb yozsam. Aslida farqi yo'q, qanaqa joylashtirsangiz, make dir handlers. Enter bosdim. Ya'ni endi ls qiladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, handlers papkasi bor. Ya'ni handlers papkasini ichida hamma handlerlarimiz joylashadi. Tushuntira oldim? Demak, siz o'zingiz ham ertaga loyihangizda qanaqadir muammo bo'lganda, handlerdan muammo bo'ladigan bo'lsa, siz birdaniga o'sha handler papkasiga o'tib qolishingiz mumkin bo'ladi. Bundan ham tashqari make dir, keyin bizda keyboards papkasi. Bu keyboardsni bilasiz, tugmalar ikki xil, inline va default tugmalar. Mana shu tugmalarimizni ham mana shu keyboards papkasining ichida bemalol saqlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni keyboards papkasi tugmalarga javob beradi. Xo'p, bundan tashqari yana bizda nimalar bor? States. Tartibli turadi. Bizda state'larimiz make dir states papkasida joylashadi. Ya'ni holatlar, biz buni ko'rgan edik. Xo'p, endi make dir yana bitta papka kerak bo'ladi. Bizga data degan papka. Bu data papkasi ichida har xil sozlamalar turadi. Buni yana mana shu dars davomida ko'rib chiqamiz. Hop, endi ls qiladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz. Demak, data bo'ldi. Handlers, keyboards, states, requirements txt, venv. Hop, endi yana nimalar kerak bo'ladi bizga? Muhim bo'lgan fayllardan bizlar hamma loyihamizni ishga tushiradigan biza bitta fayl yaratishimiz kerak. Buni touch degan komanda bilan yaratsam bo'ladi. Buning uchun aytamanki, app.py deb nomlasam, ya'ni hamma kerakli fayllar, funksiyalar mana shu app.py da yig'iladi. Bizlar Telegram botimizni to'liq ishga tushirish uchun mana bu app.py bizga kalit sifatida yordamga keladi. Ya'ni biz app.py da ishga tushirsak, butun sistema, butun loyiha ishga tushadi. Ana shu uchun bizga mana bu app.py fayli kerak bo'ladi. Bunga e'tibor bering, bu papka emas, bu fayl, alohida Python fayl. Hop, app.py faylini yaratdim. Undan so'ng yana bitta bizga fayl kerak bo'ladi. Bu bizda loader.py fayli bizga bot va dispatcher obyektlarini yaratishga kerak bo'ladi. Buni ham hali o'sha dars davomida ko'rib chiqamiz, nima uchun kerak bo'lishini, aynan nimalarda ishlatilishini. Xo'sh, endi bizlarga yana nimalar kerak bo'ladi? Aniqrog'i o'ylab oladigan bo'lsak, bizlar yaratdik data, keyboards, states, handlers. Bundan tashqari biz yana yaratib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun filters. Biz filtrlar mavzusida hali o'tmadik, endi o'tishimiz mumkin buni. Filters. Ya'ni Telegram botimizda shunaqa biz o'zimiz custom filtrlar yozsak bo'ladi. Telegram botga yozadigan kim, adminmi yoki oddiy usermi, botni egasimi yoki guruhni egasimi, ana shu narsalarni biz filtr qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizga o'sha uchun kerak bo'ladi. Xo'p, endi bundan ham tashqari bizga kerak bo'ladi make dir middlewares. Xuddi shunaqa tartibda yozamiz, middlewares. Hop, ana bizda middleware'lar ham yozildi. Hop, yana bitta papka yaratib qo'ydik, utils. Bu bizda tashqi fayllar uchun, ya'ni yordamchi funksiyalar uchun mana shu utils papkasining ichida turadi. Hop, mana biz o'zimizga kerakli ishni qildik. Hozircha buni men yopib qo'yaman.
endi bu papkamni ichiga kirib ko'raman, mana buni ichiga. Mana ko'radigan bo'lsangiz, data, filters, handlers, keywords, utils, states va middleware'lardan tashkil topgan. Ana endi men mana shu papkamni bitta PyCharmda yoki istalgan bironta kod yozadigan redaktorda ochib oladigan bo'lsam. Tak, mana ochib oldik. Ana ko'rib turibsiz, data, filters, handlers, keywords, middlewares, states, utils, app.py va loader.py va requirements txt fayllari bizda yaratildi. Ana endi bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda siz ham xuddi shunaqa mana shunaqa kod yozadigan redaktorda yaratib olingan papkalarini ochib oladigan bo'lsangiz, undan so'ng biz data papkasining ichida bitta Python fayl yarataman. Buni config.py desam, config.py fayli. Bu config.py fayli nimaga kerak bo'ladi? Boya aytganimdek, bizda hamma maxfiy kalitlarimiz, tokenlarimiz mana bunaqa .env ya'ni .env fayli bor. Shunaqa format. Biz mana shu .env faylini ichida tokenlarimiz saqlaymiz. Endi tokenlarimiz ochiq turmaydi-da, mana bunaqa faylning ichida turadi. Bizning shablonimiz, loyihamiz mana shu .envning ichidan o'qiydi kerakli tokenlarni. Men aytamanki, bot token deyman. Hozir bunga tokenni beramiz. Sizning bot tokeningiz deb yozib qo'ydik. Bu shablon bo'lgani uchun. Ana endi xuddi shundan yana bizda nima bo'ladi? Loyihamizni boshqarish uchun bizda adminlar bo'ladi. Adminlarimiz bu ro'yxat ko'rinishida bo'ladi. Shuning uchun namuna sifatida mana buni qo'yib qo'ydim. Endi keling yana bitta ish qilaylik. Mana buni ichida bitta fayl yarataman. Bu faylning nomi bo'ladi .env va dist qilib qo'yaylik buni. Dist. Ya'ni masalan, ertaga bizda shablonimizdan foydalangan odam mana bu .envni qanaqa to'ldirish kerak ekanligini mana bundan bilib oladi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Ya'ni .env faylni qanaqa to'ldirish kerak ekanligini mana bundan biladi. .env distdan. Mana ko'rib turibsiz, demak bot token. Sizning bot tokeningiz deyapti. Tokenni string ko'rinishida joylaydi bu yerga. Adminlar, ya'ni botning adminlari bu yerda mana ko'rib turibsiz, mana bunaqa ro'yxat ko'rinishida, tuple ko'rinishida joylanadi. Xo'p, endi biz mana bu ikkalasini ham demak yaratib oldik. .envning ichiga hozir ko'ramiz buni, tokenlar joylaymiz. Endi .envning ichidan o'qib olish uchun bizga config.py fayli kerak bo'ladi. Ya'ni buni men tushuntirib o'tdim. Bizda .envning ichidan qanday qilib o'qish kerakligini. Buning uchun biz from dedikda .env import qilamiz load.env. Bu qayerdan keldi degan savol bo'lishi mumkin. Mana bu requirements textning ichiga o'tadigan bo'lsak, biz boya e'tibor bergan bo'lsak, darsni boshida python.env kutubxonasini o'rnatdik. Mana shu kutubxonani o'rnatganimizdan so'ng bizga mana bu load.env chiqib keladi. Ya'ni buning ichidan biz .env ni chaqirib olamiz. Undan so'ng biz Python o'zidagi mana bu os ham kerak bo'ladi. Ya'ni bizda bu config.py fayli. Undan so'ng load.env qilib qo'yamiz. Endi bizlar .envning ichidagi tokenlarni qanaqa o'qiymiz? Bot token deb yozamiz. O'qib olishimiz kerak bo'ladi. O'qib olishimiz uchun bizga os kerak bo'ladi. Buning ichida get env degan o'zi maxsus funksiyasi bor. Biz bunga string formatida uzatadigan bo'lsak, ya'ni .envning ichida biz qanaqa yozamiz? Hozir birdaniga mana shuni bot token deb men bu yerga tokenni berib yuboraman. Tokenni string ko'rinishida bermaymiz. Hozir men Telegramga kirib olaman-da. Tak, bot fazerga o'taman. Bot fazerga o'tganimdan so'ng xo'sh, mana buni bitta revoke qilib oladigan bo'lsak, mana yangi bitta key oldim. Bu keyni shunchaki tashlayman. E'tibor bering, bu .envning ichiga string o'ramaysiz buni. Undan so'ng admins yozamiz. Adminlarda sizda bir nechta adminlar bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun bizda mana bunaqa Telegram bot bor, user info bot. Shu Telegram botga kirib, siz start tugmasini bossangiz, sizda Telegram ID'ingizni qaytaradi. Meni Telegram ID'm mana bu. Shunchaki buni mana bu admins ro'yxatiga qo'shib qo'yaman. Xo'p, endi
Mana biz .envni to'ldirdik. .env faylini to'ldirib oldik. Endi bizni tokenlarini qanaqa o'qiydi? Demak, aytganimdek config fayl ichidan. OS mana bu get env qiladi. Qanaqa o'zgaruvchida yozilgan? Bot token o'zgaruvchisida yozilgan. Keyingisi admins deymiz. E'tibor bering, o'zgaruvchilarni katta harfda olyapman, ya'ni bu global o'zgaruvchi hisoblanadi. Shunda o'zgarmas bular. OS get env admins deymiz, lekin hozir o'qiganda buni string ko'rinishga o'tkazyapti, string ko'rinishda olyapti. Biza buni split metodi orqali biza buni ro'yxat ko'rinishga o'tkazib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni adminlarni kiritganda mana bunaqa virgul ko'rinishda har birini alohida kiritadi. O'shaning uchun o'qib olganda ham biza buni split metodi orqali ro'yxat qilib olyapmiz, list qilib. Hop, mana bizga kerakli bo'lgan, demak, tokenlar va mana bularning adminlar ro'yxatini oldik. config.py. Bunga boshqa tegmaymiz. Hop, endi .envni ham biz joylab oldik. Buni ham joylab oldik. Buni ham chiqib ketamiz. Yaxshi. Ana endi hop, bizga nimalar kerak bo'ladi? Endi bizlar loader.py ni to'ldirishni boshlaymiz. Loader.py da biz bilamiz, iogramning ichida mana buni chaqirib olamiz. From iogramning ichidan biz import qilamiz. Bot va dispatcher degan obyektlarimiz bor, klasslarimiz. Mana shunda ikkalasini biz bir-biriga bog'lashimiz kerak. Biz buni bog'lashimiz uchun kerak bo'ladi. Undan tashqari bizda from iogramning ichidan enumsning ichidan biz parse mode tushunchasi bor. Buni ham hali men tushuntirib o'taman. Undan tashqari bizlar state'larimizni saqlashimiz uchun fsm ning ichidan storage.memory ning ichidan biz chaqirib olamiz memory storage. Va endi mana bu data papkasining ichidan from data import qilamiz config. Ya'ni bizga config fayli ham kerak bo'ladi. Chunki nimaga deydigan bo'lsa, configning ichida bularda bizda nima bor? Bot token bilan adminlarni o'qiydi. Qayerdan o'qiydi? .env ning ichidan o'qiydi. O'qishga nima yordam beradi? Bizda python.env kutubxonasi yordam beradi. Bularni ham import qildik. Hop, ana endi xo'sh. Endi bizlar kerakli bot obyektlarini yaratishimiz kerak. Biz bot deymiz. Bot o'zgarishini yaratadigan bizga bot. Hop. Token deymiz. Config ning ichidagi endi nimani chaqirib olamiz? Bu yerga bot token chaqirib olamiz. Ana. Token, ya'ni biza botimiz ishlashi uchun token kerak bo'ladi. Tokenni qayerdan oladi? Config ning ichidagi bot tokendan chaqirib oladi. Va undan tashqari bizda barcha ma'lumotlar HTML formatda bo'ladi. Ana shu uchun biz parse mode tushunchasini o'rnatsak bo'ladi. Aniqroq ishlasak bo'ladi. Xo'sh. Buning uchun demak biz aytamizki default deymiz. Default. Hop. Yana bitta bizga narsa kerak bo'ladi bu yerdan. From desakda iogram client default properties. Bizga mana bu kerak bo'ladi. Buni vazifasi hozir. Demak, bu yerda aytamizki default property ni chaqiramiz va bu yerda parse mode parametriga bizlar parse mode tochka qilamiz, html deb yozib qo'yamiz. Siz bu qadamlarni bir marta o'sha shablonga joylab qo'yadigan bo'lsak, keyingi safar buni har safar yaratmaymizda. O'sha papkani o'ziga faqatgina token bilan admin ro'yxatini berib, botni ishga tushirib ketishimiz mumkin bo'ladi. Lekin birinchi marta yaratadiganda bu narsalarni biz bilib ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, bot obyektini yaratdim. Bot klassidan chaqirib oldik, bot obyektini yaratdik. Tokenlarni berdik. Xullas, HTML formatida, ya'ni HTML formati eng ko'p qo'llaniladi.
yuboriladigan barcha xabarlar HTML formatini qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni masalan siz Telegram botni ichida xabar yuborganingizda ham buni front-endchilar yoki HTML dan ozgina xabaringiz bo'ladigan bo'lsa, masalan xabarlarni misol uchun salom b mana unaqa formatlarda yuboradigan bo'lsangiz, bu bemalol qo'llab-quvvatlaydi ana shu narsani. Mana shu uchun bizga demak kerak bo'ladi HTML formati. B qilib xabar salom deb Telegramga yuboradigan bo'lsangiz, Telegram buni avtomatik jирный ko'rinishda, ya'ni bold ko'rinishda yuborib yuboradi. Xo'p, xullas buni yaratib oldik. Endi bizda storage yaratamiz bitta. Memory storage state'larimizni saqlashimiz uchun va endi dispatcherda aytishimiz kerak. Dispatcher storage'ga buni aytamizki, mana bu storage'ni berib qo'yamiz ana. Demak, bizning loader.py fayli ham bog'landi. Bu ham tayyor bo'ldi. Ana endi qaraydigan bo'lsak, loader.py faylimiz tayyor. Endi app.py, boya aytganimdek, bizda app.py faylimizda hamma narsa bu yerda yig'iladi degandik. Shu uchun bizda endi app.py faylini yozishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, app.py faylini qanday yozamiz? Buning uchun bizga kerak bo'ladi. Bizda iograms uchimiz ayniqsa ko'proq asinxronlikka urg'u berilgan, o'shaning uchun async.io degan kutubxona kerak bo'ladi. Biz loglarni ko'rib turishimiz kerak. Botimiz ishladimi, to'xtab qoldimi, nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, buni o'shaning uchun biz logging chaqirib olamiz. Endi bizlar loaderning ichidan bizda mana bu bot bilan dispatcher obyektlari kerak bo'ladi. Ana shularni biz import qilib qo'yamiz. From loaderning ichidan import dispatcher va bot obyektlarini chaqirib oldik. Xo'sh, endi bitta asynchron funksiya yozamiz. Async def main desak, bu bizda none, ya'ni hech nima qaytarmaydi, chunki botni ishga tushiradi. Xo'p, biz login qilamiz, info beramiz. Agar hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, bot ishga tushdi. Ya'ni konsol o'yinida buni ko'rib tursangiz bo'ladi. Hop, await qilamiz, biz dispatcher chaqiramizda buni start pulling usuli orqali biz mana bu botimizni ishga tushirib qo'yamiz. Hop, ana va bu narsani endi bizlar demak if name teng deb qo'yamizda main deb qo'yamiz. Xo'sh, bu tomon qolib ketdi. Name. Hop, login deymizda basic config level login ichidan info berib tursin, bizga ma'lumot berib tursin va asinxron ravishda async.io biz run qilamizda, ishga tushiramiz. Har doim mana bu bizning main funksiyamizda. Endi bu yerda nimalar amalga oshirildi, bu yerda nimalar bo'ldi deyishingiz mumkin. Bu yerda quyidagi jarayon bo'lyapti. Bizda async.io chaqirildi, login chaqirildi. Biz boya yaratib olgan loaderning ichidan bizda dispatcher va bot obyektlarini chaqirib oldik. Bunga mana import qilib oldik. Bizda main degan funksiya yaratdik. Bu funksiyaning vazifasi bo'ladi log birinchi bot agar app.py da chaqirganda main funksiyasi ishga tushadi. Ish bot ishga tushdi deydi. Dispatcherimiz start pulling orqali mana bu botimiz bilan bog'lanadi. Va mana bunaqa logda buni ko'rib tursak bo'ladi. Asinxron ravishda mana buni run qiladi nimani? Main funksiyasini. Jarayon shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi biz buni ishga tushirib ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi. Faqat yana bitta muhim narsa, bizda deyarli biz Telegram botimiz tayyor. Shablonimiz aniqroq tayyor. Ana endi bizda mana bu iogram 3 da, ya'ni iogram 2 ni oladigan bo'lsak, iogram 2 da
barcha handlerlar bitta katta dispetcher obyektiga biriktirilgan edi, ya'ni lekin mana bu iogram 3 da bu narsa juda ham o'zgargan. Aniqrog'i buning uchun demak router tushunchasi mavjud. Hozir filters, handlers har birini bizlarda mana bu app.py aniqrog'i obyekt sifatida, ya'ni mana bu app.py, handlers, keyboards mana bularning ichida ham kodlarni o'qishi uchun bizlar har biriga mana bu handlersning ichiga yoki datani ichiga yoki filtersning ichiga har biriga biza bitta mana bunaqa konstruktor qo'shib ketishimiz kerak. Ya'ni bu bo'ladi initialize bo'lishi kerak. Buni bitta kopiya qilaman-da, enter tugmasini bosaman. Mana init.py. Xo'sh, buni yopib qo'yamiz. Filtersda joyladik. Xuddi shu narsani handlersga ham joylab chiqaman. init.py. Bu bo'ldi. Keyboardslarni ichiga ham qo'yib qo'yamiz buni. Xuddi shunaqa. init.py. Middleware'ga ham kerak. Hop, state'larimizni ichiga ham kerak bo'ladi bu narsa. Hop, utils bu yordamchi funksiya, bunga shart emas. Hop, datani ichiga ham mayli qo'yib qo'ysak bo'ladi. Hop, buni joyladik yoki dataga shart emas. Tayyor. Hop, mana filters, handlers, keyboards, middleware, states va hokazo. Bular tayyorlab oldik. Endi keyingi qadamda bizlar birinchi o'zimizni handlerimizni yozishga harakat qilib ko'ramiz. Tak, hozir demak davom etamiz. Bizlar handler yozishimiz kerak edi. Aytganimdek, mana bu init.py qayerda yordam berishini hozir ko'rib chiqamiz. Boya aytganimdek, handlersning ichida biz birinchi router tushunchasidan foydalanaylik. Foydalanuvchilar bilan ishlaydigan biz bitta fayl yaratamiz, aniqrog'i router yaratamiz, users. Undan tashqari, masalan, adminning komandalariga javob beradigan, misol uchun bo'lishi mumkin. Ertaga buning ichida admins, ya'ni hamma adminlar bilan bog'liq hamma fayllar, handlerlar, ya'ni funksiyalar mana bu adminsning ichida bo'ladi. Foydalanuvchilar bilan ishlaydigan hamma handlerlar mana bu usersning ichida bo'ladi. Yoki hech qanday ikkalasiga ham tushmasa, mana bu biza echo yozib qo'yishimiz mumkin. Echo. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Birinchi keling userdan foydalanaylik. Adminsni ham yopib turamiz. Users.py ga kiradigan bo'lsamda, biza bu yerdan from desamda iogram. Shunchaki endi dispetcher orqali, ya'ni markaziy dispetcher orqali yozmaymizda, bularni har birini alohida olib chiqamiz. Ya'ni bizga bularni router va kerak bo'ladi, bizga types kerak bo'ladi. Hop, buni chaqirib oldik. From desamda endi from keyingisi bizda iogramning ichidagi filtersning ichidan import qila olamiz. Masalan, comment. Mana shu ikkita narsa kerak bo'ladi. Endi hozir mana bu users.py bu alohida fayl, ya'ni alohida router deb alohida bo'lim sifatida tasavvur qiling. Ana shu bo'limni men yaratib olishim kerak. Buni nomini men istalgandek xohlasangiz bo'ladi, yozsangiz bo'ladi. Men buni user router dedim. Va mana bu tepadagi eng katta router klassidan bitta obyekt yaratdim, user router bo'ldi. Users.py ning ichidagi hamma jarayon mana bu user routerga tegishli bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Buni siz boshqacha nomlashingiz ham mumkin. Endi qanaqa bo'ladi? Xuddi bu hali fast API tushunchasini biladiganlarga bu juda qulay. Fast API dan bog'liq. Endi user router deydigan bo'lsak, user router tochka qilamizda message. Ko'rdingiz, mana bu user routerni chaqirib oldim. Tochka qilimda message. Endi biz bitta comment yozamiz. Foydalanuvchi birinchi qanaqa komanda yuborish mumkin? Misol uchun botga kirganda albatta start buyrug'i uchun handler. Hop,
ko'rib turibsiz, markaziy dispetcher emas, bizlar nimadan foydalanyapmiz? Buni routerdan foydalanyapmiz. Endi bitta asynkron funksiya yozamiz. Async def start message deb nomlamasam funksiyani. Biz bitta message degan o'zgaruvchi chaqirib olamiz va types ni ichidagi bizga mana bu message class kerak bo'ladi. Endi biz bunga xabar yozib qo'yishimiz mumkin. Standard await message deymizda, misol uchun answer salom, xush kelibsiz. Hop, mana tayyor. Bizlarda handlerimiz tayyor. Faqat endi bitta narsa, bizlarda mana bu routerimiz, hozircha user routerimiz bilan bizlarda mana bu app.py, ya'ni bizning Telegram botimiz bog'lanmagan. Aniqrog'i tanimaydi hozir. Bizlar endi buni tanitadigan qilishimiz kerak. Buni yana bitta qulayroq yo'li sizga aytadigan bo'lsam, hozir bizlar user router yaratdik, ertaga echo.py ni yaratamiz yoki adminlar. Bunga o'xshagan router fayllar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Bizlar buni har birini app.py ga chaqirib o'tirmaymizda, keling init ga bog'lab qo'yamiz. init.py ga. Hop, init.py ga qanaqa bog'laymiz? Buning uchun from desamda iogram import qilamiz. Buni init.py ni ichida, ya'ni handlers ni ichidagi init.py ni ichida router chaqirib olaman. From deymizda users ni ichidan endi hozircha bizda qanaqa router bordi? User router bordi. Mana bu yaratganimiz, buni chaqirib olamiz. Hop, buni chaqirib olganimizdan so'ng men bitta funksiya yozib qo'ysam, buni misol uchun set hop handlers. Mana shu handlers papkamiz ichidagi hamma handlerlar, ya'ni routerlar shu yerda yig'iladi. Men buni main desamda, router desam, desakda router klassdan bitta obyekt yaratsak va main routerning ichiga include router qilsakda biriktirib qo'yamiz. Nimani? Mana bu user routerni. Hop, ertaga siz masalan hozir echo.py ni ichida mana router chaqiradigan bo'lsangiz, uni chaqirib olasiz va xuddi shunday main router.include router qilib boshqa routerlaringizni shu yerga import qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bizlarda bu funksiyamiz return qilib yuborish kerak. Nimani? Mana bu main routerni. Shunaqa ishlaydi aniqroq. Hop, bu nima qaytaradi bizga? Bu router qaytaradi. Setup handlers funksiyamiz bizga nima qaytaryapti? Mana routerlar qaytaryapti. Bu tayyor. Endi buni qanday ishlatamiz? Buni app.py ga kiraman. app.py ga kirganimdan so'ng buni bitta chaqirib olaman. From deyman. Handlers ni ichidan import qilamiz. Funksiyamiz nomi nima edi? Setup handlers. Mana bu aniqrog'i. Hop, app.py ga kirganimdan so'ng endi buni qanaqa ishlataman? Buning uchun hop, funksiyani ichida mana bu loglardan keyin, ya'ni loglardan avval buni eng oxirida hammasi muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin ishga tushsa yaxshiroq bo'ladi. Main desakda router deymiz. Biz setup handlers buni chaqirib olamiz. Endi eng katta mana bu dispetcherga buni ulab qo'yamiz. Dispetcher deymizda, include router deymizda, mana bu main routerni ulab qo'yamiz. Va shu bilan hammasi hal bo'ladi. Xo'sh. Komment yozib qo'yadigan bo'lsak, bu yerga barcha routerlarni ulash. Hop, bu sizga birinchi boshida sal tushunarsizlik bo'lishi mumkin, chalkashib ketgan bo'lishingiz mumkin. Yaxshilab yana bir marta tushuntirib beraman. Bizlar router tushunchasi mavjud. Routerni chaqirib oldik. Hozir misol uchun handlers ichida users py misolda foydalanuvchilar bilan ishlash uchun user routerni yaratib oldim va user router agar foydalanuvchi message, ya'ni qanaqa message start bosadigan bo'lsa, men bitta funksiya yaratib oldim. Unga nima deb javob beradi? Xush kelibsiz. Endi mana bu routerni Telegram botimizga ulashimiz uchun, asosiy bot dispetcherga ulash uchun buning ichida bizda init.py bor. Init.py ga kirdimda buni chaqirib oldim. Hozir yaratib olgan user routerimni chaqirib oldim va setup handlers bitta funksiya yozdim. Umumiy router klassidan main router obyektini yaratdim. Main routerning ichiga mana bu include router funksiyasi mavjud. O'sha orqali user routerni biriktirib qo'ydim.
funksiyamizni o'zi mana bu main routerni qaytarib yuboradi. Endi buni Telegram botimizning ichidagi mana bu app.py ga chaqiraman, kirib olaman aniqrog'i. Handlers ichidagi setup handlers chaqirdim. Setup handlersni men main router deb nomlab oldim va eng katta dispatcher obyektining ichiga buni include router qilib main routerni qo'shib qo'ydim. Endi jarayon qanaqa bo'ladi? Hozir mana user router yaratdik. Xuddi shunaqa keling, bitta echo.py uchun ham bitta iogramning ichidan routerni chaqirib olamiz va bundan ham bitta obyekt yaratadigan bo'lsam, echo desamda router desam. Echo router klassdan obyekt bo'ladi. Ya'ni bu bizda to'tiqish bo'ladi, har qanday xabar ishlab oladi. Endi aytamizki, agar hech qaysisiga tushmasa, echo router deymizda message bu endi ko'rganingizdek hammasini ushlab oladi bu. Buncha qat'iy nimadir filtr yozmaymiz. Async deymizda def bot echo desak message va yana bizga kerak bo'ladi from deymizda iogramning ichidan import qilamiz. Bizga types kerak bo'ladi. Types message await message tochka qilsakda answer deymiz. Answer sifatida o'zini xabarini qaytarib yuborishimiz kerak. Buning uchun shu message ichida tekstni berib yuborsak bo'ladi. O'ziga qaytadi. Ana biz to'tiqishimizni qildik echoni. Endi buni qanaqa ulaymiz? Buning uchun yana init.py ga kiraman. From deyman. From echoning ichidan import qilamiz. Echo routerni. Echo routerni o'zini ham xuddi mana bunga o'xshab ulab qo'yamiz. Main router .include router echo router. Ya'ni endi faqatgina siz yangi fayl, ya'ni yangi handler yaratadigan bo'lsangiz, uni shunchaki mana bu init.py ni ichiga kiritib, uni chaqirib olib, xuddi shunaqa yaratib qo'ysangiz bo'ldi. app.py ga tegib o'tirishingiz shart emas, chunki app.py umumiy global miqyosda mana buni olib qo'ydi. Buni chaqirgandan keyin avtomatik mana bular ham chaqirilaveradi. Faqat yana bitta narsa, routerlarni katta kichikligi juda ham muhim. Kichkina routerlar odatda yuqoriroqda va eng katta routerlar odatda eng teparoqda turadi. Mana shu narsa biz uchun muhim bo'ladi. Ana endi biz eng muhim qism Telegram botimizni bitta ishga tushirsak. Boshlanishiga to'liq konstruksiyamizni yaratib oldik, qilib oldik, mana bunday qilib. Hozir Telegram botimni ishga tushiraman. Buning uchun menda shablonimiz borda, papkamiz, terminalimiz. Terminal. Mana bu terminalimizni ochib olamiz. Hop, Python deymiz, Python app. Agar nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, birgalikda hal qilishga harakat qilamiz. app.py. Xo'sh. Mana info berishni boshladi. Telegram botimiz ishga tushdi. Ekran kattaroq qilamiz. Info run polling dedi. Birinchi dars 2026 bot ID. Endi Telegram botimizga kirib, buni ishlatib ko'rishga harakat qilamiz. Demak, bot fazilga kiramiz. Bot fazilga kirib, mana bu Telegram botimizga start bosib ko'ramiz. Salom, xush kelibsiz degan xabar chiqdi. Demak, hammasi muvaffaqiyatli. Telegram botimiz ishladi. Endi hammasi yaxshi. Agar shunchaki xabar yozadigan bo'lsam-chi, salom desam, mana o'zimga qaytarib beryapti. Ya'ni bizlarda demak echo ham juda ham muvaffaqiyatli ishladi. Endi keyingi safar qanaqa bo'ladi? Buni nima foydasi bor deyishingiz mumkin. Keyingi safar buni siz GitHub shabloningizga GitHubingizga yuklab qo'yasiz va GitHubdan shunchaki o'sha shablondan zip qilib chiqarasizda, siz faqatgina mana bu .env faylning ichidagi tokenni almashtirishingiz yetarli. Buning ichidagi qolgan hammasi o'zi avtomatik ishlab ketadi. Mana shu bizda eng katta plyusimiz. Ya'ni har safar mana bu data, filters, handlers, keyboards, loader, app.py qilib yaratib o'tirmaymiz. Shunchaki tokenni qo'yasiz, o'zingizga kerakli adminlarni biriktirasiz va shu bilan yetarli. Hali bu shablonimizning kamchiliklari ko'p. Hali biz bunga ma'lumotlar bazasi ulashimiz kerak, kerakli filtrlarni qo'shib qo'yishimiz kerak. Demak, xuddi shunaqa ketma-ketlikda davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.